toshbaqaga o'xshamay tez-tez ish tiqing. Xudo xola, bolalar yurg'izmayapti-ku, ozgina sabr qiling, qiladi. Ha, ko'rdi qiladi. O'zi sosib 6 da turgan. Chaqala qilganiga endi 15 kungina bo'ldi-ku, uxlamay bola qarab chiqqanda, charchamayapsizlarmi o'zi? Voy qo'g'alaringizdan aylanib ketadi. Yo, sizning qizingiz 5 da yotib 5:30 da turami? Yo'q, men 12 da turaman, keyin obid qilib yana uxlayman. Abi tayyormi? Ha, mastava solib qo'yuvdim, hozir. Ha, men senga 10 qoshiq mantiq dedim-ku. Assalomu alaykum. Kuyov singlim sahar 6 dan beri tinmab, 4 ta sigir so'g'an, 2 litre paxta chopgan, 4 ta bolaga qarag'ay. 2 tondir non ham yopdim-da, shunga ulgurmay qoldim. Xotin bo'lganlarga qilasan-da. Xotin degan, temir degan emas, bir martagina ovqat zakaz qilsangiz bo'lar-ku. Kallan qotirmang. O'z tirnog'im uch qo'parladi. Kapini soladigan vaqtim bo'ldi. Tirnog'ingiz qo'parilgansiz, siz osma ko'ravyapsiz. Mana endi kesirib chaqaloq qilgan singlim tondirgan nonni yapyapman. Endi ovqat yeyishimiz kerak-ku. Mana o'zi qo'lga olasiz, mana ikkosi oyoqqa jo'shadi. Endi shu ketishda olmish tezlikda radarga tushib keyin zing'illa. Voy xudo, bola bulardan ko'ra 10 litrli baklashga oson edi-ku. Qanday bo'lar ekan bunday qilib o'tiring, bo'lmasa to'ringizni yemizdasiz. Voy, bular bilan ish qilishayapti, tursin nafasam bo'lmayapti-ku. Qanday bo'lar ekan? Palabarma seni chaq, qayni opa-singillarga urush xamir tushib jirtilab har ikkini kelib kelindishiga aralashgani. Hamma joyda shipirasan, o'ldiraman, shipirma. Meni fikrimdan qaytara olmaysiz. 5 ta bola bilan ham bemalol ro'zg'or qilsa bo'ladi. Kuyov polvon chiqib qoldi-ku. Singlim uydan pichoq bilan neyinib olib chiqdi. Nimaga? Kuyovda kesirib qilaman. Voydo, tavba qildim, men singlisiz boshimda ko'taraveraman. Jon azza, sen xo'rlayotgan singlim menga jonimdan aziz. Kichkinaligimda yelkamda ko'tarib pashshaga chaqtirmay katta qilgan singlimni endi sendicha kuchlarga talatamanmi? Ko'zingni uyib olaman. Yaxshi ham borsiz aka. Esingdan chiqarma singlim, akang tirik ekan, seni ko'zingdan bir tomchi yosh oqizganni yuragidan qonini oqizaman.